Do'stlar, biz hozir O'zbekiston terma jamoasini ko'rishga Xumorenaga keldik. What? Endi hozir qayerga qidirib yuribmiz. Bugun xudo xolisa O'zbekiston qanaqa natija ko'rsatdan qat'iy nazar O'zbekistonga oxirigacha barit qilamiz. Bu vatan jamoasi. Oy, ana bo'lmasam, ana bo'lmasam. Ana. Yo xudo. Короче, нормальный jo'qonga ну вот. Okey. Oy, do'stlar, bizni уже chiqardamiz. Odamlar sekin yig'ilyapti. Va to'g'rida bo'ladi xolos. Xudo xolasa O'zbekistonga omad tilaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham. Hammasi yaxshilikka. Lekin darsga bordi. Zo'r ko'p to'g'ri tashlayotgan bo'lsam. Oy. Legenda onasini aytsam. Hamma o'tiruvdi. Biroz keldilar o'sha hamma turibdi. Bu qo'shiq biladiganlar bo'lsa kerak. Shu darajada yosh bo'lamizlar. Do'stlar, O'zbekiston Portugaliyaga qarshi o'yini Krish o'tdi, Krish. Va bo'lsa, qarshi Xumorena to'ldi, bikin. Xudo xolasa, O'zbekiston любой natija qilsa ham, muhimi bu o'yin. Yevroni yutgan, Metal Ligasi yutgan.